men qalbim toza, namoz o'qimasam ham qalbim sof deymiz ko'pchiligimiz. Shunaqa odamlar nima deyshadi? Men birovlarning haqqini yemayapman, birovga zararim tegmayapti deyshadi. To'g'ri, bu narsa yaxshi. Bu narsa insonlar bilan oramizdagi haq-huquqlar bular hammasi. Endi yana bitta asosiy narsa bor, u ham bo'lsa Allohning ham bandalari ustida haqqi bor. Misol uchun bizni tuqqan onamizni biz ustimizda haqlari bormi? Endi bizga o'sha onamizni ham bergan, bizni yo'qdan bor qilgan, bizga rizq beradigan Robbimizni biz ustimizda haqqi bo'lmaydimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalga aytganlarida, "Ey Muoz, Allohning bandalar ustidagi haqqi nima ekanligini bilasanmi?" deganlar. U kishi Alloh va Rasuli biluvchiroq deganlarida Rasululloh aytganlarki, Allohning bandalar ustidagi haqqi unga ibodat qilishlari va unga hech narsani shirk keltirmasliklaridir. Biz Allohni haqqini ham ado qilishimiz kerak. Va bu haqlarning eng asosiysi. Va bu haqqi ado qilmasdan turib biz o'zimiz "Men qalbim toza" deya olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." O'zinglarni o'zinglar poklamanglar. Albatta u kim taqvodorroq ekanini yaxshiroq biladi.